Bolaligida balandlikdan yiqilib ko'rish qobiliyatidan qisman ayrilgan Shahnoza Sodiqova doimiy tibbiy nazoratda bo'lsa-da, yillar o'tib, uning ko'rishida muammosi orta boshladi. So'nggi tekshiruvlar esa ko'zini zudlik bilan operatsiya qilish kerakligini ko'rsatdi. Ko'zim atrofidagi kanallar quriyotgani uchun tezlik bilan operatsiya qildirishim kerak edi. Tez faqat Hindistonda bo'layotgan operatsiya. Bu uchun menga mablag' kerak. Prezidentimizning muborak Ramazon oyida ehtiyojmand aholini davlat tomonidan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralari to'g'risidagi qaroriga muvofiq Shahnozaga ham belgilangan vaucherning topshirilishi hayotidagi haqiqiy quvonchli voqea bo'ldi. Endi bu yorug' dunyoni qaytib ko'rishni, ranglarini qaytib ajratishni, yosh bolamni o'zim katta qilishni imkoniyati topildi. Hindistonga davolanishim uchun hammasi qoplab beriladi. Buning uchun prezidentimizga kattakon rahmat. Buxoro shahridagi eng ko'p aholiga tibbiy xizmat ko'rsatuvchi 4-oilaviy poliklinikasida hududda yashovchi davolanishga muhtoj bemorlarga jarrohlik amaliyoti xarajatlarini qoplab berish nazarda tutilgan vaucherlarning topshirilishi ham bir necha kishining sog'lom hayotga qaytishiga yaxshi imkon bo'ldi. Bundan tashqari muborak Ramazon oyi munosabati bilan 3 kun davomida shu aholimizni yana bepul tibbiy ko'rikdan o'tkazib boryapmiz. Ana bugun tibbiy ko'rikdan o'tdik. Doimo bizlardan xabar olib yurishadi. Men roziman. Ma'lumotlarga ko'ra, prezident qaroriga muvofiq Buxoro viloyatida jami 31 ming nafardan ortiq ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarga bir martalik moddiy yordam ko'rsatish uchun manzilli ro'yxatlar shakllantirilgan. Shuningdek, qarorga ko'ra qator ehtiyojmand fuqarolarning uy-joylarini ta'mirlash, 75 nafar davolanishga muhtoj bemorlarning jarrohlik amaliyoti xarajatlarini qoplab berish nazarda tutilgan. Barcha yordamlar aniq mezonlar asosida ijtimoiy reyestr orqali shaffof va adolatli tarzda amalga oshiriladi. Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.